Ergashev Sardorbek Qodirovich tadbirkorlik muhitidan davlat boshqaruviga kirib kelib, hokimlik darajasigacha ko'tarilgan yosh rahbarlardan biri hisoblanadi. Uning faoliyati so'nggi yillarda Toshkent tumanida amalga oshirilayotgan infratuzilmaviy o'zgarishlar, jamoat xavfsizligi va yoshlar siyosati bilan bog'liq jarayonlar orqali ko'proq ko'zga tashlanmoqda. U 1986-yil 28-iyun kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tahsil olgan. Keyinchalik arxitektura va kadastr sohasida ham bilim olib, boshqaruv uchun muhim bo'lgan iqtisodiy va hududiy yo'nalishlarni o'zlashtirgan. Sardorbek Ergashev mehnat faoliyatini xususiy sektordan boshlagan. Bu esa uning boshqaruv uslubida ham sezilib turadi. Iqtisodiy jarayonlarni amaliyot orqali tushunish, tadbirkorlar bilan ishlash va hududiy rivojlanishga amaliy yondashish uning faoliyatida tez-tez namoyon bo'ladi. 2024-yildan Toshkent tuman hokimi sifatida ish boshlagandan keyin tumanda infratuzilma, ekologik nazorat va jamoat xavfsizligiga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa yo'llar, kommunal tarmoqlar va ijtimoiy obyektlar bilan bog'liq muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish uning ish uslubining asosiy qismiga aylandi. So'nggi yillarda Toshkent tumani Toshkent viloyatidagi tez o'zgarayotgan hududlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Yangi yo'llar, ichki ko'chalar ta'miri, mahallalardagi obodonlashtirish ishlari va muhandislik infratuzilmasini yangilash jarayonlari bosqichma-bosqich kuchaytirildi. Bu o'zgarishlar davlat rahbariyati e'tiboridan ham chetda qolmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga tashriflari davomida hududdagi qurilish, transport va infratuzilma loyihalari alohida muhokama qilingan. Ergashev faoliyatida ekologik nazorat ham muhim o'rin tutadi. Tumanda issiqxonalar faoliyati, havo ifloslanishi va filtr tizimlari bo'yicha tungi reydlar o'tkazilib, havoga zararli chiqindilar chiqarayotgan obyektlar qat'iy nazoratga olindi. Shu bilan birga tadbirkorlar uchun zamonaviy filtr texnologiyalari bo'yicha amaliy seminarlar tashkil qilinib, ekologik madaniyatni oshirishga urg'u berildi. U yoshlar siyosatiga befarq bo'lmagan yosh hokimlardan biri sifatida ham ko'riladi. Rahbar va yoshlar uchrashuvlari, kasbiy ta'lim tizimi bo'yicha amaliy yig'ilishlar, tarbiya muassasalaridagi ochiq muloqotlar va uch avlod kabi tadbirlar orqali yoshlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu uchrashuvlarda yoshlarni jamiyatga moslashtirish, ularning muammolarini eshitish va kelajakka ishonch uyg'otish asosiy maqsad sifatida ko'riladi. Toshkent tumani nafaqat strategik hudud, balki chegaradosh tuman sifatida ham ancha murakkab hududlardan biri hisoblanadi. Shu sabab bu yerda boshqaruv, jamoat xavfsizligi va tizimli nazorat masalalari doimo yuqori e'tibor markazida bo'lib kelgan. O'zbekiston ichki ishlar tizimida katta iz qoldirgan general polkovnik Zokirjon Almatov kabi rahbarlar aynan shu hudud bilan bog'liq faoliyat yuritgan shaxslar qatorida eslatiladi. Shuningdek, xavfsizlik tizimida yuqori lavozimlarda ishlagan Abdusalom Azizov va general-mayor Asadov Sayfulla Asadovich, Qodirov G'ayrat Toyirovich, Shuhrat Chinaliyev kabi 10 ga yaqin amaldorlar ham Toshkent viloyati va uning atrofidagi boshqaruv muhiti bilan bog'liq tajribaga ega bo'lgan rahbarlar sifatida tilga olinadi.